Selamünaleyküm efendim. Endi vatan davasida gap qilsak, siz uningda nol, endi buni xalq biladi. Vatandan 40 yil chiqib, 40 yil jarayonda siz hozir shu Arabistonda yashayotgan bo'lsangiz, Arabiston to'g'risida bir eg'iz gap qila olmaysiz. Arabiston Xitoyning bir yaloqchisi. Shundaq-ku endi. Bir eg'iz gap qilmaysiz. Bir, ikkinchisi 2000-yillarda hozir Xitoyda yetibatdi İsmail Qari deytdik, İlham deytdik, O'rta Osiyoda ayoli tug'utliq so'lab qo'ydi Makkada. Haram vaqtida shu. Ashuya shuningda siz yashagan odam. Bu vatan to'g'risida, millatchilik bu to'g'rilarda siz gap qila olmaysiz. Bizning oldimizda endi mashtaqib yaga urushni endi o'ylaysiz. Buningda men talashmayman sizdan. Ammo Muhammadjon Rashidin tashkilotga qatnashgan odam. Tashkilotda qatnashib turmada yetib bir odamni fosh qilgan, xoinlik qilgan odam emas. Biz uni qisib bilamiz u yerda. Men tashkilotlarni fosh qilayotgan, xoinlik qilgan eng asosiy jihatda fosh qilganlarni bilaman. Hammasini bilmasammi, qisman bilaman ularni. Shuning uchun bu masalada Muhammadjon Rashidinga bunda töhmetlarni assangiz olmaydi. Agar pakitingiz olsa qo'ying o'tirga. Mana mishada shuni deyishib qoldik. Pakit olsa desangiz bo'ladi. Bu bir. Ikkinchisi, siz bir necha qitim dedingiz 1999-yili chiqib nima? 1979-yil chiqib 1999-yil bordim. Meni ayaga chaqirdi, Yishvanning payoniga chaqirdi. Sizni chaqirgan o odamlarning oldida siz o'lsangiz o gapni dalanmaysiz. Desangiz siz u yerdan chiqolmaysiz. Agar ashla chiqqan bo'lsa, hozir o'zingizning gapi bilan aytgan vaqtida sizga bir narsa demasa, siz bir narsa demasangiz qo'yib bermaydi ular. Yusanjan Jalilni akirkatdi-ku nimadan? Shunga siz gap so'zlarni bayqab qiling efendim. Bayqab gap qilsangiz bo'ldi. Shunga bunda xiliqi masala kelgan vaqtida millatning munavvar vatanda yashayotgan bunda odamlarni urib cho'ktirib boshqalarni ko'tarish orqali millatni yo'qotsangiz bo'lmaydi. Millatning hech nimasi qolmadi siz cho'ktirmagan. Tomoqi bormi, sozi bormi, naqshisi bormi, usuli bormi, madaniyati bormi, uningki adabiyoti bormi? Mana mushning o'xshash hozir mana shoirlarni axlatlayapsiz. Adil Tunniyozni axlat deb uni axlat sandiq tashiyotdingiz. Ular vatanni deb japotatdi, sirtqi qasi siz o'xshash halolaytdi. Unda sirtqi odamni madhiyalashning o'rni yo'q. Bu bir. Ikkinchisi, sizning o'ynayotgan siyosatingiz intayin murakkab. Bütün tashkilotlarni Dünya Uyg'ur qurultayini maqtash, yuqori ko'tarish bilan urib etish bir siyosatini o'ynayapsiz. Hamma tashkilotni Dünya Uyg'ur qurultayini maqtash, yuqori ko'tarish bilan uryapsiz. Dünya Uyg'ur qurultayinicha uning ichiga erkin, uning ichidagi xizmat qilayotgan va maslahatchi bo'layotgan Erkin Siddiqdek, Abdulhamid Tursundak odamlarni yag urush, Xitoyning xoin, jasus, qaroqchi, qotil va shuningga o'xshash xiyonatchiga chiqarish orqali uni nega aparayotganligingizni mayada nayotgan odamlar biladi. Mana o'ynayotgan siyosatingiz bu, balkim buni o'rganib kelgan bo'lishingiz mumkin. Shunga bizdek sap pokiz odamlarga gapimizni puchaklashtirman, yo'q chiqaraman deb jafot atmay o'zingizning ishini qilsangiz, izzitingiz bilan biz hurmat qilib, voy hojim degan ashu petda saqlanib qolganingiz yaxshi. Bu sizga beradigan oxirgi tavsiyalarim bu bir. Endi
siz Uyg'urlarni bir to'g'ri yo'lga boshlayapman dedingiz, qarab turiblarmi, yo'qli bir narsa dedingiz. Uyg'urlarga hech qanday bir yangi narsa berganingiz yo'q. Biz beryapmiz uni. Uyg'urlarning ruhini ko'tarish, Uyg'urlar yo'qolib ketgan jasoratni paydo qilish, Uyg'urlarni o'ziga ishontirish, Uyg'urlarni o'rnidan turg'izish, Uyg'urlar o'z harakat qilsa Xitoyni yo'qota oladiganligiga ishontirish, mustaqil bo'lmasa erkinlikning yo'qligiga ishontirish, vatanimizning zimin butunligini qo'g'dash. Bundan narsalarni tashviqotimiz. Siz vatanni bo'lish, yo'qotish, Uyg'urning ziminini kichkina taklimakonga akirib qo'yish, bu xizmatlarni o'ynayapsiz. Qilayotgan ishingiz mana mushu. Til yezig'ini yo'qotish. Uningdan boshqa harakat qilganingiz yo'q. Uyg'urlarning qo'lidan hech nima kelmaydi deb ruhsizlantirish. Xitoy bilan bir jo'zda o'tirib, ulardan erkinlik elish, ularga ingishib duo qilib, ulardan yana burunqacha so'rashni sharaf deb bildirish, bu qilayotgan ishingiz. Yana birisi Xitoydan uylendi, Xitoyning bolasi deb qizlatni shunchalar yomon ko'rib yomonlaysiz. Xitoyning bolasi, Xitoyning qon buzuq, bunda odamning qini buziladi deb Abdukerim Abbosovdek ikki Xitoy jasusini og'a odamga duo qilib so'raysiz. Vatanni sotgan Go'mindang tarafda turgan odamlarni hozirgidek maqtaysiz. Mana bu. Siz qilayotgan ishlarni yana tizib kelsak nurg'un bu topda. Xalqni qanday qaymoqtirayotganligingizni hamma odam bilib turyapti. Biroq Uyg'urlar bayqi degandek, sizga 100 qarg'ashqa cho'ng odam ava zamzam ichyapti degashga, qag'ab qo'ymusin deb gap qilmayapti hojim. Shuningdek bayqab gap qilsangiz yaxshiroq bo'ldi. Bayqab gap qilsangiz, mencha yaxshi, bizga anda nasleringiz oqmaydi, yotmaydi. Ya'ni bir qitim bilan Mehmetcan Rashidin bilan tugashsa, Mehmetcan Rashidin tashkilotga qatnashib turmada yotsimi, hech qanday odamga xoinlik qilmadi, bir odamni pash qilib tutib bermadi. Bundan narsani qilib boqqan emas. Assalomu alaykum hojimka. Bo'ldi mush temada paranglashmaydi shu hojika. Siz doim bo'lsizmi shu Muhammadjon Rashidin to'g'riliq zade 4 qitingiz o'rg'aladi. Bu odamning qanday ziynat keldigini uqmaymiz sizga. Siz ming qanlig'ingiz o'la xalqning qalbida o bir yuksak darajadagi odam. Biz mushu siz tillab, biz maqtab bo'ldi. Bizim sizga aytishayli o xoin o turmadan siz deganda qarang. Sak adam chiqmaydi danga. Siz dedingizga bir sarang bo'lib chiqdi, o'lib chiqdi, bu setilib xoin bo'lib chiqdi dedingizga. Balkim xoindi. O munofiqdi. Endi sizlarga qarshi biz gap qilib yurib, birdan bir hayot yashayotgan, bir techaman yashayotgan odamni mayada bir gaplarimiz bilan turmaga solab bermayli. Bo'ldi. Men maqtashni, men bundan keyin tillamsiz, o'q yog'diramsiz, poq yog'diramsiz, parvoyim pilak. Men o'ylab baqsak, biz hozirma chet eldagilar Muhammadjon Rashidinni qo'g'daymiz. Buningga til tekkizgan axanat qilganlarning advini berimizda bu odamga ziyonkashlik qilib hozir. Mush toptiklarning hammasini anglaydi. Balkim anglamasini yetkizib turasiz o'zingizmi? Vamında Ahmet muxbir teröristlarning hammasiga tetiydi deyotganda sizning ba'zi bir ishoratlarga turingizmi? Adam gumonga soladi-chu. Mush 17-qavatni to'g'ri so'zildingiz. Yomon poyit ketib barsiz, undaq dedim, bundaq. Kim bo'ldi? Nima vazifalarni oldingiz shu vaqtda? Nima vazifalarni oldingiz? Allah o'zi biladi. Allah o'zi biladi. Sizning ba'zi bir mush gap harakatlaringiz odamni gumon o'yiga soladi Ahmadjonka. Bundaq desam chichangishib ketmang. Siz qachonli bo'lsa mushu dangliqlarni ishlab tatisiz. Gulshan Abdurim undaq deganda bir odamning degini bilan o odam xoin bo'lib ketamda. Manfaatingizga taqalg'ashqa mayada shu bir odamning gapini ishlab tatib, mana mundaq dedi davatisiz. Manfaatingiz uyg'un bo'lmagan bo'lsa 10 odam ishlab tatsizmi? Abayqanda biz o'xshash ishtalashgandek talashatdingiz. Mayada manfaat masalasi bor-da mayada. Shuning uchun mushundaq temalarda paranglashmayli.
Bo'ldi, siz degandek bo'lsin shu odam, shu xoin bo'lib ketsin bo'ldi. Xoin bo'lib ketsin. Siz shu kichkina qolmasa, maqtanishga amroq, qalmashmasa döngashga amroqli bir odam biz bilib turibmiz. Sözməlliğiniz, məbdəlliğiniz bilan aytavr har qanday odamga zade gap bermaysiz bu toplu bağı. Ondisi bundaysiz, gap emas, bir kelib sizin o'zingizga shaloqqidan biz tükürüversinmi, qo'lingizga sirtib gapga yurdi odamsiz. İçkiga tatib manqus bilan o'zingizga tükürüversinmi, qo'lingizga sirtib gap qilaverasiz siz. Mushunda xarakterdagi odamsiz. Bo'ldi, bu to'g'ri gap qilmaylar bo'ldi. Allah özü biladi nim vazifeler bilan chiqqanligingizni. Mush topiklarning hammasining ismidan tatib, adresidan tatib so'rab bo'ldingiz. Kim bo'ldi nim vazifeler yuklangan sizga? Xalqni xoin deysiz, mana xoinlikni bizim dalalaymiz. Xoin degan odam sizdek odamni biz xoin desek bo'ladi-ku. Demak, og'zingiz kelganda jo'lamang, uni xoin, buni sotqin degan gapni og'zingizga olmang. Xalqning og'zi bor, tili bor, xalqniki. Xoin desiz davrda mana biz menga o'xshash. Siz men degan prezemi andaq mandaq deb qidir ekansiz. Qandaq degan gap bu. Mushundaqmi o'zini maqtab lavzlashgan bormi? Yomon lavzlashib ketdingiz, lavzning lavz bo'lib ketdi gaplaringiz bor-ku, bagansiz lavzlashib ketib bordi. Said Akramajim, nayt to'g'ri gap qildingiz. Saudiya arablar Xitoyning g'olisi shu, mush odamni gumon saldi g'ayrimi shu. Mushu Ahmet Hacım'ın Xitayning zinaga gap qilgan gapiga Saudiya arablar bir og'iz gap qilmay turibdi-da, agarki haqiqiy Xitoyga qarshi odam bo'lgan bo'lsa, bu kamgacha Xitoy putqonni yo'q tekkizmay tutdi Arabistondan. O'zining davlatini tutgandek tutdi-da bu odamni. Bizning aramizga so'qinib kirib bu odam. Uni bununga o'tashqalarga so'qsaldirib, abaqindek yangi chiqqan mankini bizning prezidentimiz deb bilib ama buna çetel teşkilatına soksaldırıp Dünya Uygur Kurultayı'nı maqtagan bu bilip uların içindeki ma'lum şahsiyetlerini tırlap aytar mustaq жүрген adam ki ama toptan dikkat kılınlar qarindoshlar ya biz qanday topga kirib qoldik. Aqli hoşinglar joyida bo'lsanglar ama topdan chekininglar men deb qo'yaman sizlarga. Biz hozir o'zimizni butunlay voy Ahmadga, Bakmatga deb podoqchilik qilib bunu erkin tekas o'xshash odamlarimiz bakka ma arsida podoqchilik qilganlar. Deb beradigan bu odam so'z deb beradigan. Topda turish masalasini o'ylashib beqinglar qarindoshlar. Mandaq jasusning xoinning arsida tumaymiz biz. Satqin degan shu odamning o'zi. Assalomu alaykum Said Akram qarindoshim. Nayt yaxshi gap qildingiz. Abemma gapimni bashta anglabla gap debdikanman ma keyin men demoqchi bo'lgan gaplarimni, chali gaplarni to'liqlabsiz. Haqiqatan shundaq bu odam bor-ku. Ajoyib bir rollar o'ynayotdi shu Uyg'urlarning orasida bor-ku. Bu odamni nima deymiz? Bu odam Uyg'urlarning orasiga tushgan bir medi qurt bu odam. Nima maqsad yetmoqchi siz degandek qandaq vazifalar bilan keldi bu odam bu yoqqa. Vay yüzüneçi tukunum turmida. İnlerim bilan ko'rishamedim deb yag'anlarni deb qo'ydi. Rastı belki. Bundan burunma Eramga kelganlarning Ahmet muxbirni ko'rishdingmi deb doпрос tatayotganlarni qarib qo'yib, buning ularni ait 17-qavatga chaqirib olib, choylarni quyib o'tirib paranglashib ekan. Bu mag'rur, ondaq dedim, mondaq dedim. Buni bir azam dedi. Vicdanım dedi deb ketdi. Voy, hammasi yolg'on gap. Bu odamning gapi bor, hammasi kim bo'ldi, qanday kuchlanib ketdi shularning orasida. O'zi biladi. Abaki Xitoy tili bilan nima misollarni keltirib, dinjopingni maqtirib, gonsandag'ini maqtab, nima uch tillar chiqib ketdi, nerdan bilamiz? Nima vazifalar bilan keldi? Herhalde qarindoshlar, matopiki qarindoshlar, ho'shyor bo'linglar, ho'shyor bo'linglar. Maqtashning yo'li bor, Akkарны pərəq etib, to'g'ra, oy hacika deb maqtamay, tushunib turib maqtanglar juma. Nima degan jiq podoqchilar var bu topda? Assalomu alaykum. Uyg'ur biz topidagi qarindoshlar, qanday bo'linglar? Yaxshi turibsizlar? Allohim vaqtini xayrli qilib bersin. Men Norvegiyadan Isroil. Men bu topda jiq tingshaytdim. Mendan cho'nglar so'zlayotdi, o bu avmav deb.
ixtiyor muxbir Makkajga so'zlayotdi. Men 41 yil yashayapman, zamzam ichyapman, uni buni deb o'zimizning cho'ng'on deb yaqmagan. Ammo bugun men ikki og'iz yeb qo'ydim. Haqiqat qildingiz Serimka. Haqiqat qildingiz. Aysa aka umringiz uzun bo'lsin. Men millatning dardini tatgan, ududi ko'ygan. Xitoyning zulmini umrini og'ir tatgan odamni bu odamning chiqib lekilla bu yerda o'ltirib olib, tag'ni tuyi kirib olib, Abdalla eshigini danglagandigidek oqchi, ko'kchi, munofiq u budaga haqqi yo'q. Demişsin, bu da haqni qilgan odam chiqsin ma topda. Apırıp lekille biz to'g'ri gap qilyaptilar hajika, haq gap qilinglar hajika, yaxshi gap qilinglar hajika. Qo'l qo'shtirib turmoqni miros qildik, nevrga kunib ketdi shunaq taqdeh japa javrga. Nimaga shunchalik bitisizlar? Bir to'g'ram neni olib beramdi? Bir to'g'ram ishni beramdi, bir topda bu topda maash beramdi. Kichkina haq adolat gap qo'ysak bo'ladi-ku. Haq jon chiqatmagan ekan. Xitoy qarashtirimiz, Xitoyda mustaqilligimizni olamiz, Xitoy jangachimiz deydi. Oyat turib tashni to'yib kirib so'zlab, to'g'ri gap qillar hajga deb boshlaydi ba'zilar. To'g'ri gap qillar hajga deb. Ya bundan xo'shamaylik bo'lmaydi. Millat uchun da'vatli odamni millatning yo'lida qon to'kkan jonnivaga odamni oyat turib animan da'vatsak bo'lmaydi. Dalil isbot bo'lsa qilaylik, ras yo'q emas bor. Dalil isbot turdi-ku. Turkiyada Ashabir Bug'dod turdi. El g'uljulik yem bir xotin turdi. Şu xotinlarni oshkor xoyda nima shuni tilyanmaydi? Nima shuni tilyanmaysizlar? Shu to'g'ri bir yoz gapim deya Ahmed aytganman. Bilmem deya uni. Ya unda qilmaylik, qarindoshlar, unda qilmaylik. Azroq bir ahni so'zlaylik, to'g'ri durust qilaylik, bo'lmasa millatga manfaati bor bir gapni qilaylik. Hech bir narsa qilmasak, oilamizga, bolalarimiz bir narsa o'rgataylik. Har davlatdagi bolalar shu yerlik bu ketdi hozir. Kichikini bir topda 250 odam borkanmiz. 10 yevrodan, 20 yevrodan yerda bir g'erpa qutulib qol. Deyli qara, chiqinglar o'qib olsanglar. 10 tang sadiq bitirilsa qumga tushgan, quduq tushgan toshdan yo'qab ketib, do'konlarim bekaga turdi yey. Kira beraman demay, u-ay bu-ay deb qaqshaydi. Cho'lda qolgan qushdek. Tillang desa, men degan pir, men degan bijman, men degan muxbir. Uyuz go'zalki, uyuzni maqtagan birinchi ahmoq deb. Babtallarga ma'tulan yaşap kitanlar, haqni gap qilganlar. Seyrihimka, Aysaka, bunda da'vat sunmaydi. Eyvallah, Norvegiya, İsrail efendi, obdan bo'ldi so'zlaganlari. So'zlisizlar. Mushundaq mushib meningki, siz yaratmagan gaplarim sizni so'zlatdi. Sizning meni yaratmagan mushib gaplarim mening sizni so'zlatdi. So'zlisizlar. Ama sizda aql bo'lsa o'ylaylar. Men demedi, men ishondim. Gülşen Abdülkadir dedi, ben işlendim. Siz himoya qilsalar. Ama bir yerde xuddi men ularning oshnini bergandek, mening tarafimni tutib, menga yaloqchilik qilgandek ko'rsatmay, unda ish yo'q. Unda ish yo'q. Ama demakchi bo'lganlari Gollandiyadagi Mehrgul xonimga mening gaplarimni qo'llab ancha-muncha so'zligini. Mehrgul xonimni men mush topda sizlarga o'xshashlarni taniyman. Balkim sizlar mendan makra tunisizlar kerak Avropada bo'lgandan keyin. Men Mehrgul xonimning nindin ben ishini bermayman. Demek ki ko'z qarashimizda o'xshashlik bor. Turgan maydonimiz o'xshash. Sizlar men turgan maydonda turmay turib qarasizlar, mayli ixtiyorlari. Ammo dalil ko'rsatsizlar. Men dalil ko'rsatgandek dalil ko'rsatsizlar. Bu yerda xuddilaqa qo'ng'i nishdir tiqvagandek chiqanshib ketmay. Sizlar chiqanshganlar menga parvo qilmayman, men sizlar chiqanshganlar. Ammo gap qilsizlar, dalil bilan gap qilsizlar. Ey ixtiyor muxbir, sen üzang gumon qildim, ammo Gülşen Abdülkadir degandan keyin ishondim. Xoin degan men emas, Gülşen Abdülkadir deysan, undaq bo'lsa Gülşen Abdülkadir g'uljuliq. Bu ish mundaq mayadi miyagicha undaq emas deb dalil bilan aqlısizlar. Ya sizning mush gaplaringlar hukm qilsa, ya bilim yo'q, ya dalil yo'q, ya aql yo'q, chiqanishlan bor ekan sizlarda. Qizilishdan ekanlar sizlar. Qizilishdan. Assalomu alaykum. Yuz paltajiga qanavallari yaxshimi tinchlik bilan turiblar, uzun bo'pti ko'rishmagili. Hozirgi gaplarni anglab chiqdim. Sizlarmi millat uchun, vatan uchun jon tikib, belini, qinini, hammanimizni vatanimizningki mustaqillik, ozodlik yo'lida sarf qilib kelayotgan hozirgi jamiyatimizdagi eng ilg'or kishilarimizning qatoridan cho'ng hurmatim bor sizlarga.
Shu gapni debla bayam hamda hozirgi shundaq talash tortishlar behuda talash tortishlar bek ziyoda bo'lib ketib bordi amaliy ishlarimiz nihoyat oz yo'q deyarlik bo'lyotidi sil debla shu to'g'riliq mulohaza qilsak deb deganlar shundaq bu gapga shundaq xush bo'ldim men ozroq bir ishlarni o'yladim endi hozir qisliq qilayotgan shu uyg'ur mahallasi qurish to'g'risidagi plan ve hareketlerimi naydi. Ondan bo'yatudu bunu endi qo'llaymiz da. Ama hozirgi Uyg'ur vaziyatining eng jiddiy taqozosi ko'z oldimizdagi shu Uyg'urlar uchrayotgan ham Uyg'urlarning beshiga kelish oldida tug'gan ba'zi bir jiddiy masalalar bo'lib qoldi. Muşu iş üstüde bekrek bir müzakireleşsek yaxşırak buldu dep oyladım. Bunun da mening qisqagina so'zlab o'tay. Muşu asli Türkiye'de uzun yıl yaşagan hem özlerinin teşkilatı var. Hiç bo'lmagan teşkilat nomidan meningcha bo'lganda muşu Türkiye prezidentiga her haftada kam deganda 2 parçadan 4 parçagacha vaziyetimizni tunishtirib, shaxsiy nomda va yoki derneklarning nomida xat yozib bevosita prezident nomiga bu harakatni izchil davomlashtirsak hozir endi madaniyat urushi bo'lib ketdi. Har yerda shu madaniyat urushi. Buningga bir misal Salih Xudoyorni misol olsak, Salih Xudoyor hurmatli ukamiz endi garchi yosh kichik bo'lsin, boldirib boshladi vatan uchun amaliy kurashni. U balning birdan bir qilgan ishi namoyishni izchillashtirish bilan birga davomli yozma shakldagi namoyishni to'xtatmadi. Önüm şu bo'ldi hozir. Bu Türkiye'de bizning derdimizni bilmaydigan çoğundan kichik qolmadi. Özümüz albatta bilamiz. Özümizga desek, yana shu özümüzning derdi özümizga nəhayət quyoşdek aniq ko'rinib turibdi deyishning hojati yo'q. Türklər asosan bilib bo'ldi, ham biladi. Hamda hozir shu amaliy ish qilib beradigan va amaliy bir natija anglaymiz desek, shu madaniyat qurolini ishlatib tashqi ishlar ministri, ichki ishlar ministri va prezidentga bevosita xat yozish orqali bizning hozirgi ahvolimiz bo'lib ketgan ishlar, vatanimizning ahvoli, to'g'riliq, nihoyatda shu qusursiz, güzel şekilde bir xatni yozib, ahvolimizni nihoyatda ixcham, tushunishli şekilde bir yozib uni o xatni yoki o'xshash ma'nosini o'zgartmay har haftada qaytim-qayta yo'llab boqayli. Sizlarga cho'qim shuning javobi keldi. Buni yozish uchun iqtidorli shu Istanbulda nurg'un yozuvchi, yosh qalam o'tkir yoshlarimiz bor, Abdurim Baralish degan bir ukamiz bor. U shundoq bir qalami o'tkir ukamizmi bilmadim. Shularga va yoki shundoq yozuvchi adiblarimizga güzel şekilde xatni yozdirib prezidentga yo'llasak ham ko'pchilikka vakillik qiladigan imzo to'plash xati bo'lsa, uni bir amaliyleştirib, ko'pchilikni qo'zg'atib, shu xatga İstanbulda ishini imzo qo'ymaydigan bir Uyg'ur yo'q. Uyg'ur, Türk hammasiga shu imzo etib, uni bir yo'llab baqsaq, endi Salih Xudoyor asosan shu ishlarni qildi, mendaqcha aytganda. Oxir natijasi bo'ldi, Uyg'ur qonuni ma'qullandi. Shu sababdan Xitoylarning irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini uni jakarladi.
Muşu şu medeniyet görüşününki nemesi, neticesi hamdi. Bunu biz Türkiye'de her bir devlet yaşayotgan, her bir puhrahat yazalaydigan ve yoki şundaq bir iş qilsamkan deyotgan her bir Uyghur şahs öz nomidan, hatta her qandaq devletiki öz nomidan şu yerlik o'rnik prezident xatis huquqi barkan bu yerda shunda erkin nimali desiniz. Şu xil şekilde yezib mushuni bir ko'lamlashtirsak mushuning foydasi bo'lib qolarmikin deb o'yladim. Ciddi taqozolarimiz şu hozir Turkiyada nurg'un ba'zan bilib bilmay nurg'un Uyg'urlarimiz tutilib, g'oyib bo'lib, yo'qolib ketib, şu jungo qaytarilib qilayotgan ishlar yo'q emas. Yo'q bo'lsa bu gap chiqmaydi. Bo'lganligi uchun bir odamni akatganimi hammamiz akatganlik uchun hammamiz qo'zg'alishimiz lozim. Hozir bir necha odamlar har zamon tutilyotdi. Shunga mushjatdan hamda Yusufga o'zlariningki ta'sir doirlarimiz shunday cho'ng Turkiyada shundoq tilni tanimaydigan, bilmaydigan odamlar yo'q. Nayt yuz obro'yli bir bizning mütverlerimizning biri o'zlari. Hem dernek dedik hammasi ne hamda aql egsamimiz besh qo'limizni bilgandek bilib ketdik. Ularni deb o'tirishning hojati yo'q. Ham silni ish qila oladigan odam deb ishonganim uchun davatdimi? İnşallah ish ustida bir kuchab baqsaq deb o'yladim. Agar hamda silim bir o'ylashib beqib to'g'ri ko'zlar biz har zaman yordam qachon hamda hozir Uyg'urlarning hammamiz pidoyi bo'lib ketdik-ku. Hech qanday bir shartsiz vatanimizning har qanday ishlari, cho'ng kichik ishlar bo'lsa, har zaman biz tayyor. Tangmush ishlarni qilib bir qo'zg'atib bevosita shu prezident ministerlar bilan özümüz görüşemsek mi? Xat orqali yetkizsak, xatlarni chuqum ko'rdik ekan emasmi? Bir natija chiqib qolarmikin deb o'yladim. Sili ben bu meydanda oturup Uygur'un bir münevverini, meşhur şairini himaye kılıvatımen. Uygur'un şairini himaye kılıvatımen. Deyla. Sili bakanda o doğru. Ben şair atılgan vicdansız, casus, hain ekanligini isbotlavatımen deymen. Agar mening to'g'ri bo'lmasa, sening ham to'g'ri emas. Sening nima dalillar bor sening to'g'riliklariga? Men haq qanoat qilsa, haq qanoat qilmasa dalil ko'rsatdim. Uyg'urning ichida xoin yo'qmi? Uyg'urning ichida munofiq yo'qmi? Uyg'urning ichida vijdonliq yo'qmi? Sizlar dalil ko'rsatsizlar, shangshimay. Qizil ishtonliq yarashmaydi bu to'pqa. Hech kimning qattiq haqorat bo'lmaguncha hech kimning so'zini to'smaymiz, to'pdan chiqarmaymiz degan kishi men. Ammo sizlar dalil ko'rsatsizlar. Agar dalil ko'rsatmasizlar, o qizil ishtonliq men uchun hech narsa emas. Quruq gap o. Men dalil ko'rsatib yerib ketdim men. Endi nima deylar? Osmanjon Savut g'ulchilik bo'lmaganligi uchun sizlar himoya qilmamlar. Agar g'ulchilik bo'lgan bo'lsa, Osmanjon Savutni himoya qilamdilar. O himoya qilsalar, mening so'zlarimni dalil nega gapirlar? Mening so'zlagan, mening keltirgan dalillarimni nega gapirlar sizlar? Shuning uchun dalilni chet elda turib men topdim. Vatanda turib sizlar topolmaysizlar. Topolaysizlar, vijdoninglar tapqili qo'ymaydi. Türkçe bilsanglar mana o'qinglar. Hozir Facebookda ma'lumotni yozib ekan birisi. Men nima deb javob berdim? Shunga qarab, mening aqliy idrok saviyamni o'lchab, uningga qarab turib sizlar menga muomala qilsanglar bo'ladi. Bo'lmasa xil bilan, jup-jupi bilan ag'inlar. Nima debdi bana men deb beray. Asansör bir imorat 5 qavat. Pastda bir qavat bor. Ya'ni past qavatlar 6 qavat. Asansöri bor. O asansör birinchi qavatdan boshlaydi. Birinchi qavat o'tdagan va pastda o'tdagan hech asansörga minmaydi. Birinchi qavat o'dilam uyga kirib ketadi. Pastda o'tdagan zaten asansör bo'lmaganligi pastga tushadi. Qolgan 4 qavat asansörni ishlatadi. Ammo Turkiyaning qonunlarida aidat deydi, butun imoratga 6 qavatliklar hammasi o'xshash 5000 turk lirasidan aidat to'laydi, asansör pulini to'laydi. Bu adolatmi debdi. Desa, ahmoqlar nima debdi? Bu adalet emas, Türkiye'nin kanunlarında adaletsizlik, aqllar ko'klar ma to'lash kerak, to'lmaslik kerak debdi. Men nima dedim?
Men nima dedim, şöyle aslı yazıp koydum Türkçelep. Agar şu birinci qavat o'tdagan ikki dairadagilar va pastda o'tdagan ikki dair, 4 dairadagilar, mush imorat o'tdagan 4 dairadagilar. Aş imoratda o'tdagan muddatcha mush asansörni, gentini hech ishlatmasa, o chaqda 1 yil pul bermesin, hech ishlatmasa. Pul bermesin bo'pti. Ama sen mush imorat o'tdagan 5 yil, 10 yil, 3 yil, 15 yil. Sen asansörden ikinci qavatga chiqib, ikinci qavatga chiqmamsan, qo'shninikiga, 5-qavatga chiqmamsan, qo'shninikiga hech ishlatmamsan, ishlatsan, unda bo'lgan ekan bersan. Bunun da az işletkenler az berdi, cık işletkenler cık berdi demez. Muş imaretlikler berdi. Çünkü imaretliklerin hemmesi muş asansörde işletiyordu. Eğer imarette otlamısan demeyse, çünkü sen imaretlik asansörde işletmeysen, otta kalla işletiyordu. Dedim, oylap bak. Mening to'g'rimi agar hokim bo'lsam, men yani sayfam bo'lsam, mening to'g'rimi ma inkasni yozgan va bu inkas yozganlarning to'g'rimi? Mushu hukmimdilla ham mening aqliy saviyam bilan o'zingni aqliy saviyangni silishtirgan. Aysajon apani silishtirib baqsizlar. Andan keyin men hujum qilinglar. Yani men hujum qilganda biroz saviyalik bo'linglar. Biroz dalil ko'rsatinglar. Qizilishlarlik qilganlardan qo'rqib qolmayman men. Men hozir emas 42 yildan yoqi og'zimdagi gapni ayamagan insonman men. Ko'nglimdagini ayamagan insonman. Aqlimga nima kelsa deydigan insonman. Ama her zamanda degan gaplarimda xatolashmagan insonman. Ama sening ko'ngillariga yoqmagan bo'lsam, o boshqa. Sening maydonlarida turish shart emaski menga sizlarning har biringlarning ko'ngillariga yiqish uchun. Men har kimning ko'ngliga yiqish uchun turgan bo'lsam edim, men pichak bo'lgan bo'lardim. Men o'zimning maydonimning ko'ngliga yoqaman deb turyapman, boshqalar menga ugunidi. Çünkü men minglab kishi ugunolmayman, minglab kishi bir kishiga ugunidi. Mening prinsipim bu. Assalomu alaykum Karimjon uka, Akbar uka deganim. Gapingni anglabasdan tatib oldim. To'g'ri deysa, endi bu tuyoq ursang mungi sekraydi degan gap bor-ku, qara. Ko'nlarda. Shunday ish bo'lyotdi-ku hozir. Endi bu sanoqli qoldi bu adiblarimiz, sarxillarimiz türmede yatqanini yetib chiriyotidir türmede. Endi bu talada qolgan, endi saq-salomat qolgan, tatqiliqni tatib bir puti go'yga sangilab jondirishayotgan bir odamni ma endi to'xtamay tishlab tatishning o'zi bu qandaq aql. Qaysi bir seviyesi bilan şu adam bilan beslishidi bu adam. 4 tal yatlavagan kamillerden başka aşkı 4 talası yatlavagan giptirli arabası bu adam sözden kalıdı. Sarağının onu yok, paşından konu yok dep düşürdü. Sarağın sakaymaydı, cünüp akarmaydı dep. O yetti kabetten bir hikayesi var sözleydiğen. Şunda yatlavagan söz ibarlarının arabası bu adamı çağılık adam. Endi gapni endi hurmat qilib kelayotgan ekan, hurmatga tushdik, to'xta, ma topdiki 200 necha adam, menga o'xshash odam. Nayayotganlar demek, yaman döt körüdü. Çoğumuş topkilerini bağlı. Her kandağın çıksıdığı, vay. Moşunda mı bu bemenlik olandı bu. Gülşen, ondak degen, mandak degen de asassız bir gapke, asassız bir, özünün asası var mı ki şu adamın şpiyon sessiz salırganға. Bir adamın gepini anlayıp özüge payırlıq yerege misal qilib sözlerlerdi bu adam. Onun üstüge toğırdaysamış toptun bağı sapmış deri şikmarab oturduğanlar adamlar cık. Bu müştak vaqlarda çıkıp ançı bu kichkinaң bu akkarın farq etip özünün köz qarashlarını oturup koyup tang nisbat boyunca müştak fikirlip mangan bolsak bu adamı bunda haddidan işip ketmeydi. Әдісіні менің кіраскен деп, әміз растусын яған бұсыдың чавақ чеватқан, о тоғыр деділі, интайын тоғыр деділі, деген сөз ибарлабылы bu adamды қоллап бейған декен, bu adam мұшындақ сөздеп келіп, милләтін чөкірдіған, тілімізді yok çıkırdıgan, zimінімізді yok çıkırdıgan, milletimiz yok çıkırdıgan, əcdadlarımızды tillайдыған, ahırda kelip yazgıçılarımızı til tekkizdigan, muşunchilik özünün yazıp qo'ygan she'rlarimni o'qidim men, chaqliqqa she'rlaringizmi sizningki? Gap o'zini maqtagan nima deymiz endi? Bu bo'lmadi, bu to'pni boshqarsanglar, tuz boshqarsanglar topni. Akbar uka, o'zinglarni danglab, beshinglar rasmlaringlarni chiqarib kelsizlar, shuning ish bo'lsin.
Bu topçularını bundaq dötkönmanglar. Arkasına akşam okumagan bolsakmı özümüz küçük aklımız var bizninki. Akkarın pargat küçülüğümüz var. Ben top başqırıcı bop qalmaptım ben. Gepning ochiga, ha. Top başqırıcı bop qalmasa mush odamni chiqirib o'tatdim men mush topdan. Mushundaq zenkash qilgan bormi bu millatimizga? Bu medikurt aramizga tushgan medikurt. Özünün tomur dekatkan kimden qaniki bu adamninki? Nemi üçü vaki bu Uyg'urlardı bu adamninki? Vəliküm əssalam, vəliküm əssalam əsəcikə. Apa gapni əvət bop da qarsam tazı yaxşı çıxmay qapdı. Hem otның üstüge benzin çaşmayı dep qaytı gəqığım gəldi. Bax sizin avazınızı anlap, gap qatqan avazınızı, fikrinizni görüp, mən şu adımın buluş süpütüm bilen bir iki yığız gəqığım gəldi. Hem de ben gəqiliş mecburiyetim var. Çünkü mən şu 6 adımının biri. Ben sizinki şu fikrinizni, məştab göz qaraşlarınızı dadillik bilan qo'yganingizni bak hoş oldum. Sizga qo'shilib bir ikki qarindoshimizmi, uzun bir gapimgan, yana bir qarindoshimiz Isroilmi, u chiqib o'zining gapini qo'yibdi. Ammo shunga o'xshash, shu gapimgalar chiqib gapsin. Men o'zimning ko'z qarashi shu, shunchalik fikrni qilamisak, shunchalik gapni deyamisak, vatanni ozod qilamiz, mustaqilmiz degan o po'q bir bika gap bu. Men işte o'ylayman, bika gap. Hamda maqsad Hacıkamның bazı maqsadlari şumuş gaqsun deb ba'zida xastanga shundaq bir gap so'zlarni qilish mumkin, gaqildirish, o'z fikrlarini ba'zun deb qilgan bo'lishi mumkin. Ammo sizniki shu bizniki olimlarimiz, yozuvchilarimiz, hurmatga sazovor kishilarimiz bek az qoldi. Shularga kelgan ba'zi haqorat gaplarga chidamay bergan fikrlaringizga boshqa qarindoshlarimizni bergan o'z qarashlarini men hurmat qilaman. Chunki bek az qoldik. Bizniki bu zulm yetib oshdi. Men hozir shunchalik deb turay, men qo'llayman. Agar o'zinglarda ashundoq bir g'urur bo'lsa, chiqib fikringlarni qo'yinglar. Hacim Kamma o'zining ko'z qarashlarini qo'ydi. Ondan keyin bir-birimizga tushunish hosil bo'ladi. Mushunchalik bo'lsa-mu bir g'ururimizni saqlab qoldi degan umidga qilgan asliki maqsadim mush ta'sirga. Barliq Uyg'ur biz topidagi barliq qarindoshlarga ko'ngillarni ranjitib qo'ygan yoki ikis-bas gap bo'lgan, bo'lib qolganmisa adamim bo'lish bütün bilan men onlardan kechirim so'rayman. Hammamiz mushtaq qo'l tutishib bir-birimizning fikr qo'shib yurishga, hammamizga mushtaq bir jasorat ato qilsin ilohim. Rahmat barliq Uyg'ur biz topidagi a'zolar, rahmat Asajika. Mening mushti demakchi bo'lgan gapim. Qolgan gap bo'lsa endi deyishimiz. Asajika, agar tasaddiy vatanda urush portlab qilib, Uyg'urlar urush qatnashinglar desa, shu Uyg'ur biz topida hammamiz urush ketsak, Hacika Lushinning kitobini tutib o'z yog'iz qolib qolarmikin deyman. Ya bo'lmasa shu Allohu akbar deydigan adam kerakmi ya? Ya qarasada bir chaqchaqib qo'yay. To'g'ridan bu adam urush boshlanib ketsa qara. Bu adam shu Makkada o'tirib, Zamzam shuni ishga o'tmas duolarlar duo qilib o'tirib degan ashada. Maturqada kim bo'ldi? Beat duo qilamdi nerdan bilsa bu odamni. Bu odamning duosidan adam gumonlanmış kunda. Assalomu alaykum. Uyg'ur biz topidagi vatandoshlar, assalomu alaykum. Muxbir efendim, siz bu Mehmet Yaraşdin efendimni bek qarlavatsız. Bana nispeten siz qarlavatsız o Mehmet Yaraşdin efendimni. O adam, ben etiyen bir dep öttüm, o adam bizim vatanimizde Uyg'urlarning qalbida bir qahramon o. Vatanimizda Uyg'urlarning qalbida qahramon. Siz o adamın belki bir şiirini ya iki şiirini okupla yaratmayıyorsunuz, karşı çıktınız. Hazır siz o adam doğruluk fikir yürgüzüyorsunuz, o adamını bahalavatısınız değil mi? Siz muş fikrinizde siz vatanda turup, vatandaki hazır vişin şilti doku vişin. Aş vişin de diyelim siz. Delenmeysiz onu.
Siz chet el chiqib olgandan keyin siz qo'rqmay davyapsiz-da. Hali daraxt chiqib olgan odam ishdan qo'rqmabdi deb, siz daraxt chiqib oldingiz, qo'rqmaysiz ishdan. Bunday gap ish pastda. Siz chet elda turib davyapsiz. Chet elda turib fikr yurgizyapsiz. Vatandagi mayli shoir bo'lsin, mayli dehqon shoirlar bo'lsin, yozuvchilar bo'lsin, fikr yurgizyapsiz. Chet elda turib vatandagilarga fikr yurgizyapsiz. Siz vatanda turib vatandagilarga shunday fikr yurgizalamsiz? Yurgizolmaysiz. Yurgizdingiz ayatlikka ikki putungiz bir o'tikda. Shunday. U odamlarning yozgan she'ri, yozayotgan she'ri qarmoqqa ikki bisliq shaklda yozdi ular. Bunda qarasa Xitoy davlatini, Xitoy kompartiyasini madiyalagan shaklda, xalq ichidagi turmushlar munosabatli shaklda yozdi. Uni aqlli odamlar tushunsa, u millatni, bizning vatanimiz Uyg'urlarni uyg'otyapti bu odamniki yozgan qalamlari. Men shunday tushunaman. Agar Gulshan Abduqodir shu vaqtida G'uljida Gizxonda ishlab, shu ishlayotganda u odamni jasus deb bilgan bo'lsa, unda olsa sizmi hozir da'vatsiz Gulshan Abduqodir shunday deganda, Mehmet Charashdinni jasus deganda deb. Unda olsa qandoq jasus dedi, qandoq jasus ekan? Siz bir ayrim bir so'zlab, so'rab Gulshan Abduqodirga. Bunda bo'g'anlik uchun jasus ekan deb yaqin. Ammo masalan bizning dadlarimizdan vaqtida, masalan Deng Xiaoping yangi huquqni elib Amerikaga berib kelib, undan keyin yana birsi bor. Xuyobangning davrida bizning vatanni ziyorat qildi, Tibetlarni ziyorat qildi. Undan keyin 65-yilmi, 72-yildan keyin shu bizning vatanga Tibetga chiqqan Xitoylar hammasi keyniga chekinib chiqasin, bilpalarni taqtibsin davatgan vaqtida bir xil vaziyat bo'shagan bir vaqtlar. Shu chaqda nurg'un odamlarni turmadan qo'yibdi. Uning oldida madaniyat inqilobi nurg'un odamlarni 20 yil, 25 yil. Mening opamning akisimi Iminutla bu vaqtda tutilib ketgan 25 yil turmada yotgan Shixoning shu ilaqa nima turmisida. Shixoning bir danliq turmisi bor-ku. Xangongdamda ilaqa nima bir nima xabadamda shunday bir yer bir turmisi bor, danliq turmisi. Cho'ng. Men kichik vaqtlarimda opamlar bizni apagan shu chaqda o'chondadimizni yo'qlab bordik. Yo'qlab kelatdik. O'sha qarmashing o'chaqda yo'llar eski 25 yil yetib chiqqan turmada. Keyin Deng Xiaopingning zamonasi kelgan chaqda nurg'un odamlar turmadan chiqdi. Nurg'un odamlarni ikki yurak, ikki qalpoq, pomchik, o'nsir deb xizmatni qo'g'landi qilib aytgan ularning xizmatlarini aksiga akildi. Shunday bir vaziyat yaralgan. Shu vaqtda nurg'un yozuvchilar chiqdi, nurg'un shoirlar chiqdi, nurg'un kitoblar yozildi. Buningdan xabaringiz bor. Shu chaqda Muhammad Charashdinmi shu Deng Xiaopingning oxirgi davrlarida turmadan chiqdi. Endi biz siz o'zingiz qo'yib olgan hozirgi shu o'lchamni qo'yiblam u odamni yo xoin, yo sarang, yo o'lish kerak desang to'g'ri bo'lamdi. Bu o'lchamni keyingi vaqtlar qo'ying. Urumchi voqeasidan keyingi vaqtlar qo'ysangiz to'g'ri bo'ldi. Shunlashqa bu Muhammad Charashdin efendim to'g'risida siz endi o'zingizningki fikri bo'yicha o'zingizning ko'z qarashi, endi bu sizning ko'z qarashingiz amal yo'q. Sizning ko'z qarashingiz bunda bo'lmasligi kerak, bunda bo'lish kerak deb biz dalanmaymiz. Ammo millionlagan Uyg'urlarning qalbida u odam bir qahramon. Shunlashqa u odamni mencha bu odam to'g'riliq fikr yurgizmasangiz yoki bo'lmasa u odamningki she'rlarini bir to'liqroq hamma yerlarni nurg'un naqshlardan aytilyapti, nurg'un shoirlar davatidi. Mevlana Kamı xiljiq she'rlarini, she'r to'plamlarini o'qib chiqdi. Shunday gap. Siz yana bir anglab beqing. Hamma she'ri sizga yarab ketmaydi, o to'g'ri. Mana bu mening ko'z qarashim. Bo'lsa, Gulshan Abduqodir nima deb jasus dedi? Shuni siz bir so'rab, bu topni bir dana. Ma'qul, Allohga omonat. Assalomu alaykum Uyg'ur biz topdi qarindoshlar. Assalomu alaykum Aysa aka. Sizni qaytadan bir tonidim. Yaxshi gap qildingiz.
özümüzün kişilerimizni, özümüzün peshqadamlarimizni shunda qo'g'lashimiz kerak. Mana bizlar sizlardan o'rganamiz. Bilmaganlarimizni bilamiz. İnşallah Allah razı olsun sizden. Bugün ben size hakikaten qaytadan bir tondim ekan. Hadimiz olmuş Ahmet Hacım ikimizniki gaplarni anglaymiz ham natiq adam bu ya obdan so'zlaydi. O'tgan tarixlarni obdan so'zlaydi. O'zining beshida o'tgan ishlarni so'zlaydi. Qabul qilganlarimizni qabul qilishimiz kerak. Xatolar bo'lib qolsa, o'ttirib tushib, naq gapni qilib xato deb chiqishimiz kerak. Men buningdan 4 yil burun, yo'q, 2 yil burun, 3 yil burun yani bir topda erkin münazirmi bir topda şunda bir so'zlab shu topdan chiqarib o'tilgan. Shu chog'da Ahmet Hacım akamizniki mush kishilarga bergan bahosiga birsiga bergan bahosi qatta o'zimniki kallamda o'tmagan yerni o'ttirib qo'yib, mushundaqmi baho bergan bo'lamdi, bugun manda ba'zi atsanda baho berdi ekan deb o'zimning deganini o'ttirib qo'yib, qo'yganlik tüpeyli'den çıkırıp ötülgen şu toptan. Bu ne demiş toptaki Baxtiyar akımızmı bildi. Şu çağdamış hazır kadar Ahmet Hacım kam doğrudusun, meyli hatadısun. Kendinden neyim qoğdap, himaye kılıp kelevat kalımı benim üstümden hakaretini kılıp çıkırıp ötken şu toptan. Ben gepni anlap hoş oldum. Benim Ahmet Hacım kam bu gepni anlagandan keyin özümü deydi o hatalıklarım olsa ben kabul kılmam beni kail kılsanız deb. Özü kail bulup bazı bir işlerde bundan ki qanday gapni qilish, qanday gapni qilmaslik to'g'risida o'zim o'ylash mumkin. Aqlli odam bu to'planishga. Bizmi sizdek mana dadillik bilan o'ttirga chiqib haqni deyishimiz kerak. Haqni deyishimiz kerak. Ama Said Akram akamizdek, sizdek mana haqni deb tursak qarindoshlarimiz shuningdan bir ilhom ilib bizlar ham haqni deydigan o'ttirga saklab chiqib qo'g'dash tegishli kishilarni qo'g'daydigan chek qoqilgan kishilarni ichib tashlaydigan shunday bir iroda kelimiz Alloh xohlasa. Rahmat sizga. Aliyatda rost desak bo'ladi, biz topdik hammamiz vatanni tashlab chiqqanlar. Bizlarninki yüzümüz qizasi bo'ldi. Biz aş vatandagi eng oddiy xalqdinmi töven holatda turadigan kishilar biz. Biz vatandan sirtida shularni nemish qilib beraladik. Shularning tatgan azobiga, shularning chekkan javr jafosiga erishdik bu kunga. Xalqaraning himoyasiga erishib shunday yashab kelyapmiz, panohlik tiladik, ashlarning tatgan zulmini tasmiy qilib. Men o'ylab qolaman, g'aychada aşı vatanning ichida huquq tutgan ba'zi bir kadrlarmi g'aychada bizdan ustun turib deb qarayman. Nim bo'lmasa shu kadrlar aşı vatanda turib, aşı Xitoyning siyosatidan xalqimizga biroz foydalangan yerlarni tep bo'lsa-mu, xalqimizning mavjudlik uchun, shularningki hayot uchun, shularningki turmush uchun qo'lidan kelish yordam berayotganlar bor. Shularga nisbatan aytgan chog'da vatandan sirtga chiqib olib, oyda yilda bir qitim bir o'zi qizirib namoyish qatnashib qo'ygan hisob qolmagan chog'da, qolgan chog'da o'zining tirikchilik bilan bo'lib yashab turmushi kechirayotganlarni selishtirsak, vatandan sirtidagilar töven turdi. O Muhammed Raşid'in akımız emdi, o peşqadam dadımızga bir yer tuttursun. Biz odatdagi bir problemni o'zimizni selishtirolmaymiz vatanning ichidagi. Eng vijdonli, eng g'ururliq, eng vatanparvar kishilar shuncha javri chopadi-mu, shu vatanni qilib, nim bo'lsam shu vatanimda, shu zaminimda bo'laman, xalqim bilan ko'rganni ko'raman, yeganni yeyman, ichganni ichaman deb qilib qolganlar haqiqiy vatanparvar kishilar. Mush topda ba'zilarimiz bor, biz aqlli ekanmiz, 30-40 yilning oldida chiqib o'tganmiz, kelgisini ko'ralab ekanmiz, uzunni ko'rdik ekanmiz deydiganlar. Aqli mayran shular. Acaba shu vatanning ichida vatanim, zaminim, xalqim deb qolganlar dötmidi?
aşılar akılsızmı da dep kalaman. Yani şu kişilermiş toplum içinde azizlenip, vatanperver, teşkilatçılık yukarı, siyasi eni yukarı, bir xil milletperver kişiler de sanılmadıdı. Alkış erişivadı. Bunun kimlikini demesek mi, müstoplar bulayotgan münazirlardan okuva bulur. Assalomu alaykum. Uyg'ur biz to'pidagi vatandoshlar, hammanglarning shu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Baxtiyor qanday yaxshimi, tinchlikmi? Ama sening Said Akram akamga qilgan so'zingni tatibla so'zlayapman men. Ham bu Muhammadjon Rashidin akamiz 30 million xalqning yurigidan, ko'nglidan o'rin olgan bir qahramon, bir o't yurak shoirimizda, bir bunda aytgan chog'da Uyg'urlarningki bir jangchi qahramon. Ham bu Ahmad Hojikam bu odamni ko'p necha qitim dedim, birinchi qitim emas. Bir 2 oyning oldida bir talash tortish bo'lgan chog'da u vaqtdan bir monch gap so'zlar bo'lib ketgandi. Onun ki ma Gülşen Abdülkadir'ni ma Kanada'da turduğun hanımni bu Muhammadjon Rashidinni hain türmeden sitilip işte çıkan dedi. O ayalmış top bo'lgan bo'lsa birmiş muzokaraga qatnashganimiz pek yaxshi bo'ladi. Men bilmay bu Gülşen Abdülkadir hanımni biroz Gizxonda ishlaygan bu deyman. G'olji Gizxonda. Bir xat bosadigan yerda ishladimki bir ishlagan isimda bor anglagan. Eğer o ayal muşu nimo Ahmet Hacim degandek mush Muhammadjon Rashidinni sitilib chiqayotgan eng cho'ng xoin degan bo'lsa, bu ayal shu sarg'ib qolgan ayol ekan deyman. U ayolni endi boshqa so'z bilan deyishga tilim ojiz keladi. 30 million Uyg'ur xalqi beshida ko'tarayotgan, hurmatlayotgan bir shoirimizni unda degan odam bu 30 milyon Uygur'un içindeki, sanının içine kirgen Uygur emas. Ahmet Hojikam o mening yazgan şiirlerim mundaq deb dedi. O şiirisi o Muhammadjon Rashidin akamizniki şiirisinin aldını süpürüp mü da tazlaşqı mı arzimaydigan deb bilmende. O Paran Ahmet Kamninki yazıvatgan gapları "Ey Ahmetjon bunda deb söz degandek bunda bir gap o. Onu endi sal qat'iylashtirib she'r da'vatida. Uni o'zining ko'ngli qo'shib yozayotdi. Demak, bu Ahmet Hojim bilan bu Gulshan Abduqodir ikisi 30 million Uyg'urning ichidagilar emas. Ular bir yerlardan qitilib qolgan yo shu odamlar uqmaydigan holatda deb bilmay, agar shu gaplari to'g'ri bo'lgan bo'lsa, Gulshan Abduqodirning. Shunga bu Ahmet Hojikamning ko'ziga hammamiz kirib olsak bu odam uni qabul qilmay so'zlab berdi. Ashma o'zimning she'ri butun dunyoda bir deb. Shunga bu Ahmet Hojikamni to'g'ri tushunsak bo'ldi o'xshay deyman shunga. Şu eserlerimizden kalkan Muhammadjon Rashidin akamiz şu eserlerimizin tevarruki biz elbette qo'llashimiz gerek. Muşunda hürmet bildirişimiz gerek. Muşumu bir uyg'unish esajaka. Assalomu alaykum. Topdagi qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Assalomu alaykum. Ekber qanday ahvolinglar? Yaxshi turibsizlar? Obdan qilinglar. Shu ashtaq gap. Endi bu mayli uyuzni bu yerda hech kim men o'qimagan, bilimsiz, ko'mdim demaydi. Ashtaq qozikam o'xshash men 40 yil yashadim, Makkada yashadim, Madinada yashadim, Zamzam ichdim. Bilimlan deydi. Sen shunda millat ekansan. Kim bo'lsa bo'lsin, hojikamlar emas. Sizlar men bular yembisin bular. Men shundaq bir alomat adam degandan men vatnim uchun nima ish qildim? Nima ish qilyapman? Nima ish qilib beralayman? degan savolimda o'zimizni qo'yib so'zlab baqsaq bo'ladi-ku. Ayada turibliklar ani xoin, mani xoin, ani xoin. Hozir men so'zlab qo'ygan tema 5da oldinglarmi-ki? Debdi. Qizilishlarning kibi dalil isbot yo'q bir gapni qilib. Hojikamning qo'lida isbot bor aka. Qujunni uxlab qolgan bexotinninki palonchi degan gapni esa shu butun shu hojikamninki degan gap ashuna hammasiga nimaga Muhammadjon Rashidning isbotmi-ka? Muhammadjon Rashidning 20 yil turmada yotganning o'zi, vatanning tuprog'i dastlab tug'anning o'zi, nurg'un masalan, ko'ni miltiq,
Kök gapda yeni nim degan nurg'un she'rlar, masalan, Umarjon To'qin maqsad hammasi ashnaqa yozganning o'zi bir dalil isbot. Endi shundaq bir yoshli cho'ng, aqli va tajribali odam bo'lgan bo'lsa, bir millatga foydali bir ishni qilayli. Millatga foydali bir tarbiyani bersin, millatga foydali bir yo'llarni ko'rsatsin. Ömrümizden jiq ketib ez qilib qoldi. Men kirib qoldim, hozir 50 yoshni eshiyotaman. 51 qarab maqdim degan gap. Qilgandan keyin o'ta azapalı bir-birimizni azar verib, bir-birimizni bijim qilib, shunchalik zulm tatgan millatning qahramonlari bo'lsin, o'ktamni qilib uninga animan deb, qor quyuq bijimni otib, sening dalil isboting yo'q. Qizishtanni kibli so'zlagan bile. Qoyil bo'lmaydi hajkam. Nima san qoyil bo'lmaydi? Dalil isbotni qo'ysanglar bijim qilmaydi. Nima dalil isboti bor ki? Xahiga ashni bizim yavatimiz. Onda desa xapulaydı. Men hech kimniki tarixiy dushman emas. Mening dushmanim Xitoy. Vatnim Sharq Turkiston, millatim Uyg'ur, ismim Isroil. O bir dushmanlik qilmay, bir azroq foydali, manfaatli gapni qilsak bo'ladi. Gap qilmatdi men bu topda bijim qilib. Qisayında taqtuq gapni qilib, hali ani xoin degan, hali Uyg'urning tili yo'q devatgan, hali madaniyati yo'q devatgan, hali bijim qilayotgan, hojkanning shu teppagan bir nimasi bor. Xitoy bor. Lishu bu demdi, lishu mu demdi, shu Xitoyni bijim qiladi. Uyg'urning bir tarix kitobi yo'qdikidek, osh odamdan boshqa odam o'qimagandekidek, o'zimning Xitoy bizning dushmanim, mening dushmanim degan odamni qachon bir to'g'ri durust bizga manfaat tarix yozadi? Sen tarix bilmaysan, men andig'ay, men mandig'ay. Uyg'ur tarixida boshqa hech qanday kitob yo'q. Sharqiston tarixi yo'q, Uyg'ur nomi yo'q, Abdurahmonniki. Qadim Uyg'ur adabiyoti, Hullaning qisqish tarixi, Uyg'ur adabiyoti, uningsiz sansiz kitoblar bor. Dalil isbotlar yozgan. Ular e'tirof qilmaydi. Bizimda bir isboting yo'q. Men deb qilibdi, qizishlarni kiyib chiqib gapirsa deb. Men qizishlarni kiyib gapiryapman. Nima desangiz degan o'zingiz ishi, ammo bayqab, chaqlab gaqilaylik qarindoshlar. Assalomu alaykum. Men gap qilmayman deb o'ylagan. Men Mehmet Cinkam mening o'qituvchim dedim, oqshomda dedim. Agar Gulshan Abduqodirning palonini mushta sotdi, manda nasi bor, xoin deydigan bir dalili bo'lsa qo'ysin o'ttirga. Dalil dedigan muxbir efendim. Bu adam qoyil olmaydi. Nerede mushta eng isil adamlarni, mushta adam qorlagan adamlar qaranglar, hammasi isil adamlar. Muşulan maçta qarlaydı. Endi Mehmet Cinkamga kep qapta o'tgan kishini anglamapti men, bu topda vaqtlarda yo'q bo'lsam kerak. Endi da'vatida bu odam birinchi qitim turmada yetib, ikkinchi qitim jel yuzda qurilgan bir bahar chechaklarimi deydigan bir tashkilot bor. Umum shunda pash bo'lib, mushta vaqtida yerdagi, ya'ni ba'zi bir rahbarlar mushtaq qilib qo'yib qo'ygan. Uyg'urlar da nurg'un gap qilib ketsak yaxshi olmaydi. Shuning uchun bu odam hechtim bilmaydi vatan to'g'risida, Xitoy to'g'risida, va tashkilotlar to'g'risida, bir narsa to'g'risida hechtim bilmaydi. Bizga aralashgan emas. Men bilaman. Kimlarni sotdi? Qanday xoinlik qildi? G'uljudagi eng asosli tashkilot qanday pashib qoldi? Men bilaman. Gulshan Abduqodir aşınçılık bilemdi. Mesela qaysi tashkilotga qatnashib qanchalik biladi? Kimlar qatnashib da tashkilotga hisob haqdan anglab yozayotgan narsalar bilmaydi. Uni Mehmet Cinkamni xoindir deyishni nima maqsadi bor? Mehmet Cinkam sotgan bo'lsa, ay turmida vaqtida o'zininki qarindoshlarini, o'zining sabdoshlarini sotgan bo'ladi. Şu çağda satqan bo'lsa to'g'ri bo'ladi. Turmadan onu qo'yib beribdi. Turmadan qo'yib bergan vaqt keyin hammadan chiqqan vaqt nurg'un odamlarni uval qilingan anza, xato bo'lgan anza deb qo'yib berdi. Shu 79-yildan keyin 80-yildan Deng Xiaoping 76-yil Mao'zedong o'lgan bo'lsa, 78-yil Deng Xiaoping chiqqan bo'lsa, uningdan keyin qo'yib berishga boshladi. Buning birisini bilmaydi bu Ahmet Hacım. Hiç qanday narsadan xabari yo'q, anglab olgan narsalarni dalilim bor deb so'zlaydi. Dalil degan biz mana biladigan odam. Mehmet Cinkamni taniydigan mening o'qituvchim deyapman. Uning bergan tarbiyalari
u men bilmem mening dalilim Gulshan dedi falan o'zining gapras bu yerda shunchalik odam gap qilyapsa mening dalilim qanday dalil ekan u men nurg'un narsalarni dalil keltirib so'zladim burun mushuning oldidagi so'zlarimda nechisini dalil keltirib so'zladim har birisiga desin unda olsa shuning uchun vatandiki la ustida bir yerda turib hech qanday odamning gap qiladigan haqqi yo'q deb qarayman men hech qanday odam vatandagi qarindoshlarning Xitoyni maqtab qo'ygan bo'lsa ya bizim deb qo'ygan bo'lsa bir nima demisin endi bunda ko'zga ko'ringan odamlar biror narsani deb qo'yishi kerak rahbarlik bo'lganlarni deb qo'yishi mumkin amal yo'q ular ishlaydi endi biz bütün Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan Xitoyga ishlamagan bo'lsak burundan tortib bu kunga qolmaydik burundan tortib ishlayotdi hozirgacha Bunu 100% to'g'ri demasakmi, hozirgi paytda bizga qilib qolgan narsa shu qolganligi uchun bizda bo'lgansiz iloji qolmayotdi. Mehmet Chinkam Rashidullohmi qo'lidan kelgan bu ilojini qilib boqdi, tashkilot qurib boqdi, bu ishlar qatnashib boqdi, yosh hayotini turmada o'tkazdi. O'zining paralish bo'lib qolgan onasiga shu turmalardan chiqqandan keyin qaradi, Inisvatda Sidiqjon degan Mehmet Çinkam'dan burun tüyep gitti. Qulcu yeni hayatta de üye. Bizning bir savaqdaşını ağan. Şunun için qarindoshlar hammamiz hoşyar bo'layli. Milletni pichaklashtirib nega ketayotgani Xitoyni tillash bilan qanday yordam qilayotgan o'ttirski farqni bilib muomala qilsak to'g'ri yo'l topa olamiz. Suning ustidagi ko'pikka qarab qolmayli, bunga aylanib qolmayli. 250 gadan ba Aysajon bak to'g'ri gap qildi. Bugun mutallib inimiz degan o'xshash Aysajonga yana bir qatam qoyil bo'ldim menma.